o'g'irlanchilik bilan bo'lmasin. Sohib faloni zargarda urgan edim, 5 dafa 6 dafa borib hajdan kelsam bo'ladi. Hech masrafni g'amini qilib o'ltirmang. Bexi beg'am bo'ling, 1000 jafa ham keting, siz o'g'irlanchi pul bilan nima bo'lmaydi? Haj bo'lmaydi. Rishvat bilan bo'lmasin. Sohib bir hunaru bir ziraklik, hushyorlik qildim, falonini otalari bor hajga ketmoqchi edi. Ikkovini ham bir tarafga qildirdim. Rais sohibning kissasiga $1000 tiqishlik bilan ham familni o'tkazdim bu yil hajga va ham o'zimni o'tkazdim. G'asb bilan bo'lmasin, zo'rdan olishlik bilan bo'lmasin. Xudoga shukr, 3 ta qiz bizga berilgan. Hozir hajga keta olmasa ham niyat borki, inshaalloh uchavini mahriga 3 ta borib kelaman. Otam jonimga qaysi kitobi, qaysi shariat senga aytdiki qizda mahriga nima bo'ladi? Haj bo'ladi. Qaysi shariat aytdiki qizni qo'lidan zo'rdan g'asb qilib olgin, o'sha borib haramni giriga labbayka Allohumma labbayk, Robbil alamin labbayka bilan qo'shilib o'zingga uradi. Dar suratiki rizoyati qizginangni olmasang, o'zi tibi xotirasi bilan otajon men nima qilay, mana shu pulni siz oling deb bersa alohida gap. Nayki mardumda an'anani zeri ta'siridan bergan bo'lsa, riyo va shuhrat uchun bo'lmasin. Zamoniki hajdan borib kelgandan sonra kartni ko'radiki bor faloni boy bitilgan hoji degan kalimasi yo'q. Men bu insonni da'vatiga bormayman deydi. Buni to'yiga va shirinxo'rligiga bormayman. Nima uchun? Hamma viloyat biladiki men haj qilib kelinman, wala meni kartimga nima bitmabdi? Hoji sohib faloni bitmabdi. Rizqi halol bilan, moli halol bilan siz safar qilgan bo'lsangiz, sizda hajingiz qabul bo'ladi. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, bir kishi xarj qiladi moli halolda, Robbil alaminning huzuriga boradi, ihromni bog'laydi, aytadiki labbayka Allohumma labbayk. Nadahu munadin minas samo, osmondan bir farishta ilohiy ayqiradiki bor, labbayka wa sa'dayk, zaduka halalun, rahilatuka halalun va hajjuka mabrurun. Xusho baholinga seni. Voqean ham munosibdiki sen huzuri Allohga kelib labbayka Allohumma labbayk desang, zoding ham haloldi, rohila minib kelgan va masoriflaring ham haloldi va hajjuka mabrur. Hajjing ham nimadi? Mabrurda. O'sha suratga bo'ladiki, bizlar rizqi halol, moli halol va sarmoya halol bilan nima qilgan bo'lsak, haj qilsak